Ismatilla aka, oyog'ingizda bemorlik bor ekan, Xudo shifo bersin, mashina haydashga xalaqit qilmaydimi? Xudoga shukr, bemalol haydayman. Ha, bosing unda aka. 10 ta tekin mashinadan 4-si ham o'zini o'rinli egasini topdi. Hozir u insonni sizlarga tanishtiraman. Farg'ona viloyati Beshariq tumanidan Ergashev Ismatilla akamga nasib qildi. Ismatilla aka, bu mashinani tekinga olish uchun nima qildingiz? Avvalo Xudodan so'radim, sababini qildik, eng arzoniga obuna bo'ldim. Mana Xudoga shukr, menga nasib qilgan ekan. Haqiqatan o'rinli joyga nasib qildi. 6 kishidan iborat bo'lgan oilani boquvchisi ekanlar. Nogironliklari sababli hozircha hech qayerda ishlamayotgan ekanlar. Yaxshi pravalari bor ekan. Ana endi shu mashina sababli tirikchilikni o'tkazsalar bo'ladi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomobili, hech qanaqa ishi yo'q, holati zo'r yurib turgan mashina, haydashga tayyor, salonlarning holati ham cho'tki, video registratorlar, spark rul, barlar ham qo'yib qo'yilgan. 4 ta baloni ham yangi, Farg'ona ko'chalarida kutib qolinglar. Hozirgi kunda internetda yolg'on avjiga chiqqan, shu sababdan obunachilarimiz bizga 100% ishongan holatda ham yana ham ishonchliroq bo'lishini ta'minlagan maqsadda oldi-sotdi shartnoma va texpasportni montajda joylab qo'yamiz. Xohlaganingizcha ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Xalqqa e'tiborga tushgan bloger haqiqiy bo'lish kerak, qilayotgan ishlari haqqoniy bo'lish kerak. Chunki xalqqa aldagan bloger hech qachon ko'karmaydi. Bizani haqqoniy bo'lib o'tayotgan bu haqiqiy giveaway'imizdagi 10 ta tekin mashinadan 4-si edi bu. Hali 6 tasi oldinda sizni kutib turibdi va undan bittasi sizniki bo'lishi mumkin. Xabar yo'llash uchun yana bir bor eslatib o'taman, bu 10 ta tekin mashina shunchaki bizani Instagram va Telegramimizga va mana shaxsiy Instagramimga obuna bo'lganlar uchun shunday berilyapti. Boshqa hech qanaqa sharti yo'q. Rostdan. Aynan shu mashina Farg'ona vodiysiga ketayotgani uchun vodiydagi yagona rasmiy filialimizni belgilab qo'yaman. Obuna bo'lsanglar, vodiy bo'yicha uy-joy va mashinalarni oxirgi narxda sotib olasizlar. Endi bu ravona bo'lar vodiy tomon. Qofiyalarim yomon, obuna bo'lmadingizmi hamon? Aldamas o'zbek o'g'lon. Qilavermasdan gumon, obuna bo'ling shu on.